بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. باب من مدح في الشعر. Endi she'rda madh qilish to'g'risida ekan. 156-bob 342-hadis Asvad ibn Sari' degan kishidan rivoyat qilinadi. Aytadiki, ataytun nabiyya sallallohu alayhi va sallam faqultu ya Rasululloh qad madahtulloh bimahamida va madh wa iyyaka faqala amma inna rabbaka yuhibbul hamd faja'altu anshuduhu فاستأذن رجل طوال أصلع فقال لي النبي صلى الله عليه وسلم اسكت فدخل فتكلم ساعة ثم خرج فأنشدته ثم جاء فسكتني ثم خرج فعلى ذلك مرتين أو 3 مرات فقلت من هذا الذي سكتني له قال هذا رجل لا يحب الباطلة. Asvad ibn Sari' aytadiki, Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga borib, ey Allohning rasuli, men Xudoga juda ko'p madhlarni aytib she'r yozdim. Sizga ham. Dedi Rasululloh aytdilarki, "Xo'p, seni Robbing hamdni yaxshi ko'radi." Dedilar, men she'rni o'qish boshladim. She'r o'qib turganda bir odam kirishga izn so'radi. Novcha, kalbosh odam ekan. Nabiy sallallohu alayhi va sallam menga jim tur dedilar. Jim bo'l. Dedilarda haligi odam kirib, Rasululloh bilan bir muddat gaplashib, yana chiqib ketdi. Men yana she'r o'qishni boshladim. Haligi odam yana keldi, Rasululloh meni yana jim tur dedilar. U o'tirib yana chiqib ketdi. Shunaqa bo'lib 2-3 marta takror bo'ldi. Oxirida deydi, bu meni kiribganda jim tur deyotgan odamingiz kim o'zi? Desam, bu odam botilni yaxshi ko'rmaydigan odam dedilar, deydi. Demak, she'rda madh qilishga Rasululloh ruxsat beribdilar, uni muomalasini qilyapti-yu, lekin boshqa odam yoqtirmas ekan shuni, u kirganda aytmay tur deb aytqizmay qo'yibdilar. Mana shu demak ma'noda Alloh subhanahu va taoloni madhida bir she'r aytish mumkinligi, payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomni madhlarida she'r aytish mumkinligini mana shu hadisdan chiqarib olsa bo'ladigan holat. Shuning uchun musulmon shoirlar qadimdan Alloh subhanahu va taoloni sifatlari va madhi hamdi uchun payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning madhlarida juda ajoyib bir she'rlardan, qasidalarni aytganlar. Islom shariatida madihun nabiy degan alohida bir uslub bor. Payg'ambarimiz alayhisolatu vassalomning madhlarida aytilgan qasidalar. Ularning son-sanog'i, hajmi chegaralanmagan darajada ko'p. Har bir musulmon xalqning shoirlari o'zini qo'lidan kelganicha, o'zi bilgancha Rasululloh akram alayhisolatu vassalomning madhlarida shunaqa she'rlarni